Assalomu alaykum do'stlar. Hozir Dushanbada qurilayotgan yangi stadionga keldik. U eski stadionni to'g'risa bu tomon eski stadion. O'sha Frunze stadioni 20 mingta odam ketadi. Bu tomondagi stadionga eski. Bu tomon bo'lsa yangi stadion. Bunga hozirgi hisobotga ko'ra oldin 25 mingta odam ketardi. 2018 va 2019-yillarda adashmasam buni ham qurilishi to'xtadi. Keyin xitoyliklar yo koreyaliklar adashmasam koreyaliklar hozir quryapti buni. Hozir endi buni rekonstruksiyadan keyin 30 mingtaga odam ketadigan qilishdi. 30 mingta odam ketadi. Bu 2026-yilga ochilishi kerak. Hozir ham oxirgicha nimasi qolgan, ishlari ichkari hammasi bitgan, faqat fasadlari qolgan, tamom. Xullas, nimaga bu stadion 2026-2027-yilga bitishi kerak desiz, 2031-yilga Osiyo chempionatini O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston hamkorligida Afrikaga ariza topshirgan, biz mezbonlik qilamiz deb, ya'ni biz o'tkazamiz deb. 2031-yilga Osiyo chempionati uchun qurilyapti bu. 30 mingta odam ketadigan bo'lsa, hozir Qirg'iziston asosiy nimani oladi, mehmonlikni oladi, mezbonlikni oladi, chunki Qirg'izistondagi hozir yangi qurilayotgan stadionga 50 mingta odam ketadi. Keyin O'zbekistonda ham Bunyodkor stadioni bor, 35 mingta adashmasam odam ketadi aytgan. Xullas shu 3 ta davlat hamkorligida shu stadion futbol nimasini olamiz, 2031-yilga Osiyo chempionatini olamiz degan ariza topshirgan. Bu ko'rilib chiqilyapti. Adashmasam katta ehtimol bilan shu nimaga beriladi, 3 ta davlatga, chunki bu davlatlar biror marta Osiyo chempionatini qabul qilmagan. Ham hozirgi paytda O'zbekistonda ham futbol darajasi yuqori, ham Qirg'iziston ham yaxshi ketdi. Bu yil misol uchun 3-bosqichga chiqdi Jahon chempionatini, keyin Tojikiston ham Osiyo chempionatida yaxshi nima qildi, ishtirok etdi. Shu uchun shu stadion hozir qurilyapti. Bu stadion 2026-yilga bitishi kerak. Bu stadion Donishgoh Milliy Jazira to'g'risida, oldingi eski stadiondi. Hozir bu stadion nima qilyapti? O'sha stadionni to'g'risida bu tomonida Zapadida vag'ida turibdi. Xullas, daryoni o'rtasiga qurilyapti. Nima qilsangiz, bunday faraz qilsangiz, bu tomondan ham daryo o'tgan, tomondan ham daryo o'tgan, daryoni o'rtasida. Hali stadionda ichkariga kirishga ruxsat ham bor, endi ichkarida ham hech nimasi yo'q. Shu quruq yer. Faqat nimasi bor. O'tiradigan skameykalar qilingan, tamom. Shunaqa gap. Video 3 minut bo'lib qolsinki, bo'lmasam shortga yuklanib ketadi. Tomonlardan olganimiz yaxshi bo'ladi, mayli. Hozir ma'lumotga qaraganda Dushanbadagi havo iflosi bo'yicha dunyoda 3-joyda turibdi. Birinchi joy Xitoy, Dehli, ikkinchi joy Lahor, uchinchi joy Tojikiston ekan. Havo haqiqatan iflos.